Alo. Assalomu alaykum doktor. Birini topdingizmi? Bugun ilojini qilib pulni olib boraman. Tinchlikmi usta, nima bo'ldi? Qizimni mazasi yo'q edi. Manisada yotgandi. Ey Allohim, o'zingga shukr. Ta'mirlash ishlarida ham yakunlab oldim. Hormang usta, ish tugadimi? Aka, mana ish tugadi. Bir tekshirib olsangiz. Rahmat, yaxshi chiqibdi. Agar ishim yoqqan bo'lsa, siz bilan kelishgan haqqimni bersangiz. Xo'p, usta endi aybga buyurmasangiz, hozir zicha pulim kamroq, shu 1-2 kunda bersam bo'ladimi? Aka, agar imkoningiz bo'lsa, bugun berganingiz yaxshi bo'lardi. Juda menga bugun zarurat. Endi usta bir-birimizni tushunsak bo'laveradi. Hozir jicha menda ham naqd puljicha qiyinchilik. Agar 1-2 kun sabr qilsangiz qilib beraman. Endi 1-2 kunni kutaylik. Agar imkoningiz bo'lsa, bugun menga juda ham zararli deb Hozir keling. Hormasinlar, charchamayapsizmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Nima gaplar? Usta ishni tugatdi. Ha, Pulni ertaga beray desam, bugunga zarur deb ko'nmayapti. Hormang usta. Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Charchamayapsizmi? Tinchmisiz? Xudoga shukr. Alo. Assalomu alaykum doktor. Bugun ilojini qilib pulni olib boraman. Xo'p bo'ladi. Tinchlikmi usta, nima bo'ldi? Oilada tinchlikmi? Shu desangiz, qizimni mazasi yo'q edi. Manisada yotgandi. Bugun bir dorini olib bormasam bo'lmaydi. Usta bu darajadaligini men bilmagan ekanman. Hozir Do'stim, insofli xudosi beradi. Qizingiz ham yaxshi bo'ladi. usta meni kechiring. Vaziyatingizni tushunmayapman. Mana xizmatingizdan oshig'i bilan beryapman. Bemalol o'sha oilangizga ishlating. Aka, menga orcha plyus kerak emas. O'zimni Oling. mehnatimni bersangiz bo'ldi. Rahmat. Menga yaxshilik qilmadingiz. Faqat halol mehnatimni berdingiz. Mehnatni haqqini vaqtida bering. Balki kimdir aynan shu pulga umid qilib turgan bo'lishi mumkin.